U nima qilyapti? Poygachilar belgisini qo'yib olibdimi? Bo'la qol, Dok. Bo'la qol. Qoyil. Gap bo'lishi mumkin emas, Dok. Voy, to'xtang. Qayerga ketyapsiz, Dok? Yo'qolaving bu yerdan. Dok, sizga gap yo'q. Qoyil qolsa arziydi. Xursandman. Endi ketishing mumkin. Hali hammani hayron qoldirasiz, Dok. Iltimos, ko'zimdan daf bo'l. O'ysiz, siz poygachisiz, men ham poygachiman. Tashqi ko'rinishimiz o'xshamasa-da, motorlarimiz bir xil kuchga ega. Biz bir xil emasmiz, tushundingmi? Endi jo'nab qol. Tushunmayapman, shunday mashg'ul bo'la turib qanday qilib sportni tark etdingiz? Nima? Men tark etibmanmi? Bir 1954-yilgi halokat. Meni tark etishdi. Qaytadan tiklangach davolanib kelsam, bilasanmi menga nima deyishdi? O'rnimga yosh, qobiliyatli poygachini qo'yishdi. Qo'limdan ish kelardi, ammo buni isbotlashim uchun menga imkoniyat bermadilar. Bularning hammasini yodda saqlash va ortga qaytmaslik uchun yig'dim. Sen esa meni yana bir bor o'sha berahim olamga kirishga majbur qilding. Axir 5 qo'l baravar emas-ku. Shunday degan. Men unaqa emasman. Eslab ko'r, Cholifda. Oxirgi marta qachon o'zingni emas, boshqalar haqida o'ylagansan? Eslab ko'r. Agar o'ylagan bo'lsang, gaplarimni qaytib olaman. Mana ko'rdingmi? Bu yerda mehr oqibatli mashinalar yashashadi. Bir-birlarini hurmat qilishadi. O'zingizchi, shuncha yillar davomida o'zingizni ularga tanitmabsiz-ku. Shu insofdanmi? Yo'lni to'g'rilada jo'nab qol.